Dunyodagi eng dahshatli g'orda sodir bo'lgan qo'rqinchli holat. Birinchi qism. Bu voqea 2014-yil Angliyadagi o'sha mashhur Los Jones nomli g'orda sodir bo'lgan. G'orning uzunligi 5 kilometr va uning chuqurligi 211 metrga teng ekan va bu yerga keladiganlar asosan tajribali speleologlar bo'lishsa-da, kutilmagan omadsizliklar hech kimni ayab o'tirmas ekan. Aynan mana shunaqa sinovlardan biri navbatdagi guruh a'zosi Bob ismli mana bu odamni boshiga tushdi. Voqeani boshida hammasi juda ham yaxshi boshlandi. Ular maxsus moslamalar bilan g'orning ichiga kirib borishar edi, lekin to'satdan hammasi o'sha dahshatli quvur deb nomlanuvchi nuqtaga yetib kelishganida o'zgarib ketdi. Bu joyning dahshatliligiga sabab u yer qorong'u bo'lishidan tashqari, noodatiy ravishda juda ham tor bo'lib, u joydan juda ham tez muzdek suv oqimi o'tgan ekan. Eng qizig'i, bu tuynukdan faqatgina qorinda sudralib o'tish mumkin ekan. Lekin muammo shundaki, o'tayotgan suv oqimi oz miqdorda bo'lganida ham bemalol tuynukdan o'tib olish imkoni bo'lardi. Ammo bu suv oqimi tuynukni ma'lum bir qismigacha yopib qo'ygan ekan va bu joydan o'tayotganda nafaqat tor tuynukdan, balki kelayotgan muzdek suv oqimiga qarshilik ko'rsata olish kerak ekan. Bu degani ko'rish o'tkirligi pasayib, odamga havo yetmay qolishi aniq. Bob va uning do'stlari bu holatni xavfliligini ko'zlari bilan ko'rib sezib turgan bo'lsa-da, yo'lda davom etishdi. Ulardan eng ozg'ini birinchi bo'lib tuynukdan qiyinchiliksiz omadli o'tib oldi. Endi navbat Bobga keldi, lekin unga bu tuynukni zabt etish juda ham qiyin keldi. Boshida Bob tuynukning ichida yaxshi harakatlandi-yu, u yerga sal ichkariroq kirganida vaziyat og'irlashishni boshladi. U nisbatan kengroq qismlarda turgan bo'lsa ham umuman harakatlana olmay qoldi. Bundan keyin sodir bo'lgan voqealar bu yerga faqatgina jonidan to'ygan odamlargina kirishi mumkinligini isboti bo'lib qoldi. Agar sizlarga ham voqeaning davomi qiziq bo'lsa, kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha